Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Hop, bizni kuzatib turgan bo'lsalaring, kuni kecha soatiga o'sha 400-500 kilo chiqaradigan Xitoy granulyator kelgandi, yangi zavodskiy brak holatda 11 kilovatli 3 ta rolikli. Biz buni hozir remontini qilib, yem chiqadigan holatga keltirib berdik. Endi yana bir marta o'sha kuni ogohlantirdim, yana bir marta ogohlantiraman. Xitoy granulyator oladigan bo'lsalaring, обязательно o'sha sotuvchidan iltimos qilinglar. Bizga 10 kilo, 20 kilo yemni chiqarib ko'rsatib ber, keyin sotib olamiz deylar. Bo'lmasam sotib turgan o'sha Xitoy granulyator sotib turgan insonlar hattoki granulyatorda yem chiqarib ko'rsatib bera olmayapti. Agar yem chiqarib ko'rsatib bera olmasa, u zavodskiy brak bo'lishi mumkin. Yoki tushunmasligi mumkin o'zi ham. O'shaning uchun iltimos qilinglar, nima bo'lsa ham mayli pulini beringlar, yemini svetiga pulini beringlar, o'sha joyidan 20 kilo, 10 kilo yemni chiqarib ko'rganlaringdan keyin sotib olinglar. Buni keyin mana bo'lib sarsongarchilikda, misol uchun Xorazmlik bo'lsangiz, Qo'qonga jo'natishingiz to'g'ri keladi. Buni zavodskiy brakini faqat biz Qo'qonda o'sha to'g'rilab beramiz. Boshqa viloyatlarda hech kim buni zavodskiy brakini to'g'rilab bera olmaydi. Shuning uchun iltimos qilamiz xalqimizdan, Xitoy granulyator oladigan bo'lsalaring, обязательно yem chiqarib ko'ringlar. Biz buni hozir remontini tugatdik. Endi hozir yemini chiqarib ko'rsatib beramiz.
Yo'l o'chirib. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa ishlash tekis, remontdan keyin chiqarishlari yaxshi bo'ldi. Faqat endi bularda yema yumshoqroq chiqadi. Salga o'qalanib ketadi Xitoyda granulyatorni. Xafa bo'lmaysizlar, to'g'risini aytamiz. Buni press qattiq bo'lmaydi. Sababi Xitoy granulyatorlar matrisasi juda ingichka ishlanadi. Qalin qilib ishlanmaydi. O'shaning hisobiga yemi press qattiq chiqmaydi. Lekin ishlashlari tekis, xudo xolasa zo'r ishlayapti. Endi buni razmeri 3,5 mm. Agar bunga 6, misol 8 razmerlar qo'yadigan bo'lsa, yana ham chiqarish tezligi oshadi. Hozirgi holatda примерно 150-200 kg chiqaradi. Sababi teshigi juda kichkina, 3,5 mm. Agar 5, 6, 8 mm razmerlar qo'yadigan bo'lsa, bemalol 400-500 kg chiqaraveradi. Keyin Xitoy granulyator oladigan bo'lsalaring, обязательно ichida TAT17 yog' quydiringlar, boshqacha yog' quydirmanglar. Ko'pincha sotib olinayotganda yog'siz berib yuborishadi. Buni sotadiganlar yog'ini quyib berishmaydi. Mana bu akamizga ham yog' quyib berishmagan ekan. O'zlari boshqa yog' quyib qo'yishibdi. Aytdik, TAT17 dan quyish kerak. Keyin mana bu yerda pachimliklari bo'ladi. Обязательно mana shu yerda tavodnitsasidan yog'lab turish esdan chiqmasin. Xitoy granulyatorlarida ham, biznikini ham. Sababi eng katta nagruska mana shu yerda bo'ladi. Uporni pachimni yog'siz qoladigan bo'lsa, mana shu cho'yan korpusi yorilib ketishi mumkin nagruskada. Shu Xitoy granulyator olmoqchi bo'lganlarga tekin maslahatlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.